patsiyent boshini shu yelkangizga olyapsiz, mana shu yerga joylashtiryapsiz. Shunday jabni ustiga qo'lni olib kelib, ladon bilan lokitni shunday mana shu yerga joylashtirib, mana ikkinchi qo'l buni ustiga yordamga kelyapti. Qarang, bir vaqtda 3 harakat. Yelka bilan bosyapsiz, mana bu bilan o'zingizga tortyapsiz, bu bilan ozgina ichkariga tortyapsiz. 3 ta harakat bir vaqtda qilinadi. 2 sm bu yoqqa, 2 sm o'zingizga. Ya'ni o'sha qisqa masofani ichiga eng bor tezligingizni tiqasiz. Tushunyapsizmi? Keyin mana miyada bitta narsa tursin, har bir qilayotgan harakatda hozir yaxshi o'xshata olmayapman, bundan tezroq, bundan kачественныйroq qilishim kerak degan narsa tursin mana bu yerda. 100 marta qilsangiz shu texnikani 100 marta tursin. Ketdik. O 5 yil, 10 yildan beri ishlayotganlar nega shunday qotib qolgan bilasizlarmi? O'sha narsa yo'q-da mana aytadi. O'sha yulduzlikka uchrab olgan, yulduzman deb olgan o'zicha. Qarang, faqat siz